Gulnoza opa qariyb 10 yildan buyon Respublika tez tibbiy yordam markazining Samarqand viloyati filialida feldsher lavozimida ishlaydi. U bundan bir necha kun oldin chaqiriq asosida bemorga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun uning xonadoniga borgandi. Lekin suhbatdoshimiz u yerda kutilmagan manzara bilan qarshilashdi. Yetib borganimizda homilador ayol 38-39 haftalik tug'ruqning ikkinchi davri boshlanib bo'lgan edi. Bolani boshi ko'ringan edi. Biz o'sha yerda qaror qabul qildikki, tezlik bilan tug'ruqni uy sharoitida amalga oshiramiz. Sherigim ikkalamiz birinchi o'rinda o'zimizni zararsizlantirib, tibbiy niqoblarni, tibbiy qo'lqoplarni kiydik va tug'ruq jarayonini qabul qildik. Homilador ayolga uy sharoitida bo'lsa ham shoshilinch tarzda ko'rsatilgan sifatli tibbiy xizmat natijasida tug'ruq jarayoni muvaffaqiyatli o'tdi. Chaqaloq esa onasi va oilasi bag'riga sog'lom holatda topshirildi. Bolacha dunyoga kelganda klinikasiga birinchi parvarish ishlov berganimizda shunaqa chiroyli qizcha edi, ko'zchalari porlab turibdi. Raddomda ko'rganmizda, endi ko'zlar ochilgancha uni ko'zchalari shunchalar chiroyli-da, odam qo'lingizga olganingizda biroq xursand bo'lasiz-da o'zingiz. Uni bizdan ham ko'ra onasini ayting. Onasi keladilar, qaraydilar, ketadilar. Ham qilgan ishingizdan xursand bo'lib, ham xavotir. Shundan so'ng ona va bola hududdagi eng yaqin tug'ruq kompleksiga olib ketilgan hamda bir necha kun davomida statsionar sharoitda shifokorlar nazoratida bo'lishgan. Homilador ayolga birinchi tibbiy yordam ko'rsatgan feldsher, men u ayolning vaziyatini yaxshi tushunganim uchun ham ishimga har qachongidan ham kuchli mas'uliyat bilan yondashdim, deydi biz bilan suhbatda. Bir asoratli bo'lib qolmaydimikan, qon ketish holatlari bo'lib qolmaymikan, chaqaloq bo'g'ilib yoki kindigiga o'ralib tug'ilmaymikan degan qo'rquv bo'lgan, lekin bu qo'rquvni yengganman. Nima uchun, nima sababdan? Chunki men o'zim ham bundan bir necha yillar oldin qizim Shahloxonni uy sharoitida dunyoga keltirib qo'yganman. O'sha paytda menga qaynonam yordam ko'rsatgan. O'zimdan o'tgan narsalarni his qilib, bu onaga tezroq va kerakli yordamni berishim kerak deb harakat qilganman. Albatta, agar o'sha paytda tez yordam brigadasi manzilga o'z vaqtida yetib bormaganida, balki ayoldagi tug'ruq jarayoni anchayin asoratli o'tgan bo'lardi. Shu sababli ham tizimda sidqidildan mehnat qilayotgan shu kabi xodimlarga qancha tashakkur aytsak oz.